Ay, siz Qosimning nimasi bo'lasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rmichichi qaq pachiqiga tushadigan chiroyli cho'k ekan. Bundan keyin yuzimni qandoq ko'tarib yuraman. Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsam, qandoq? Har qaysing bu yerga onangni erga bagil kelishdingmi? Seyit begi menga elchi singlig'ini opirib so'labdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'yinchi nima qil? Unda qilma. Voy shimg'idava og'zingni bir tikma beka. Hozirgi kagicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib taqmadim. Bechora nafasdan qopdi. Yo'q, kelmaysin. Bu şeyde qolasizlar. Unda qilmanglar. Emarga tikilgan xotin. Oyshem Ismoil tabassum. 5-qism. Senda aka, nima tikimiz sen qarar qil. Men bugun qutishga mas'ul. Baya tavka atrofiga o'lashqanlarning yerimi talodagi jidalni ko'gili chiqib ketib, yerimi bu yerda qolgan edi. Uning gapini anglab tavkaga o'lishib turganlar paroqqida kulishdi. Seyit boyga kerakki, dal uning mushu gapi edi. Ma'qul, men qaror qilay. Men deganni tikib o'ynay olsang, seni o'g'il bola deyman. Navoda men tikkanni utib ola olsang, haqiqiy erkak deyman. Seyit boy atrofdagi kishilarga qarab qo'ydi. Seyit boyning bu gapi Qosim Polko'zni texmi qiziqtirib qo'ydi. Chattaq yo'q aka, tikib-tikmay nima de? Munda deydigan yerim bo'lsa, jon desangmi tikiman qo'yman. Qandoq dedim yigitlar? Qosim Polko'zning bu gapi qiqos ko'taribdi. O'lashqanlar uni yigit desa yigit deb, o'g'il boladek gap qildi deyisi ko'kka uchirib maqtishib, bu qo'l qimarni cho'ng o'ynamasa jin yarashmaydigan darajada qiziqtirib qo'ydi. Amisa, men ikkinchi xotinim Qambarnisa xonimni tikiman. Sen xotiningni tiksa, birdi-bir tikib o'ynaymiz. Sen utib olsang, to'yingni qilib, Qambarnisani uyingga o'zim opirib beraman. Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsa, qandoq? O'ynamdoq. Bu gap chiqishi bilan varang-cho'ronglar besiqib, qaynagan qozonga sovuq quygandakli jimiqishdi. Turg'anlar avval bir-biriga, ondan Seyit boy bilan Qosim Polko'zga qarashib, rostamda yolg'onmi degan masala ustida o'ylanib qolgan edi. Qosim Polko'zning hayronligi ondan ziyoda xuddi Seyit boyning mushu umrida tunji qitim ko'rayotgandek, uningga sansilib yana boshdan qarab chiqdi va aka, chaqchaq qilmayotqansan-a? Ot, kala, yer, uy deganlarni tikib qimar o'ynaganni ko'p ko'rganman. Bu xotini tikib qimar o'ynaganni faqat ko'mabdikaman. Ilgari ko'rmagan bo'lsang, endi ko'rsan. Ko'zingni ichib qo'yma, birodar. Qarasam, pullarimni utaverib, sal kayfimni qo'ymading degina. Yomon bo'lsang, xotinimni utib olsang, ondan hisob. Bu gap Seyit boyning chaqchaq qilmaganligini haqiqiy ifodalab, bu qul qimog'i cho'qim xotinini tikib o'ynaydiganligini jazmlab turadi. Seyit boyning ikkinchi xotinim Qambarnisa xonim degani kishilar orasida Parizotdek chiroyli, mijoz yiqishliq, hammaga kulib turadigan, to'limi qoida yo'sulliq, bu mahallada Qambarnisa xonimning oldiga o'talaydigan chiroyli ayol zoti yo'q deb taraflanadigan, tom ishki o'rim chechiga tillo bezaklarni isib, ba'zida shoyi ro'mol ustiga marjon do'ppisini qo'ndirib, intayin yarishimliq yasanib yuradigan zilva bo'yliq cho'kan edi. Seyit boyning dadisi 200 to'g'ilib cho'ng karvonning egasi bo'lib,
bir qitimliq savdo yurishida karvoni bilan bo'lon-talonga uchrab, cho'lda qazo qilgan. Qambarnisa xonimning dadisimi shu karvonda bo'lib, Seyitboyning dadisining karvonida karvon beshi edi. Bu odammi shu qitimliq bo'lon-talonda talofatdan amon qololmay qazo qilgandan keyin Seyitboyning onasi Shahzodam xonim Qambarnisa xonimni yeniga tortib, bolachilab beqib olgan. O chaqda 13 yoshlar chamasida bor Qambarnisa xonim o'sib yetilish jarayonida Seyitboyga ko'ngli tushib qolgan va intayin chechan, sazgur cho'ng bo'lgan. Shahzodam xonim 17 yoshida Qambarnisa xonimni Seyitboyga kichik xotinligi ep bergan. Shu chaqda Seyitboy allaqachon to'y qilgan. Cho'ng xotini Oytura xonim qo'shni yurtdagi nomi bor boyning ativorli qizi bo'lib, Qambarnisa xonimni to'qol qilib akirishga o'nimay, bakli qattiq jidal qilgan. Lekin yosh vaqtida ko'ngli tushgan odamiga teganmagan, shu sababdan yelag'icha pinhonda urib, shu kishini aslab yurgan. Gerçi Seyitboyning dadisi o'ziga shuncha voy deb tursimi, rizqi qo'shilmagan u kishini azaldan unutib qolamagan Shahzodam xonim Qambarnisa xonimning keyingi kunlarda o'zidek oqibatga qilishini xohlamay, uningga zo'rlab ip bergan. Shahzodam xonim Oytura xonimning jidali tufaylidan Seyitboyning ra'yini sinab beqishni ixtiyor qilganda, Seyitboy chandurmaslikka tirishgan bo'lsa-mu, yanada optopdek ichilib turib xohlaydiganligini bildirgan. Shundoq qilib, Qambarnisa xonim murodiga yetib, 17 yoshida o'zidan 11 yosh cho'ng Seyitboyning to'qol xonimi bo'lib qolgan. Tekin studiyasi. Oytura xonim Seyitboyga tekkandan beri faqat bola yuzi ko'rib boqmagan. Bu oz kelgandek Qambarnisa xonim bu uyga kelin bo'lib kirib, keyin kelib bir qiz. Uningdan keyin kelib bir o'g'il farzand ko'gachga Shahzodam xonim Seyitboy va butun oiladagilar Qambarnisa xonimni beshiga elib ko'tirib, Oytura xonimning cho'ng xotinlik o'rni bo'lsa-mu bo'ladigan, bo'lmasa-mu bo'ladigan holga tushib qolgan. Bu ishlarga qancha norozi bo'lsa-mu, qancha azoblansa-mu, taqdirning o'zi bilgancha o'rinlashtirib verishlarini to'sib qolamagan Oytura xonim oxiri taqdirga tan berib, Qambarnisa xonim bilan chiqishib o'tishga boshlagan. Bu orqali qiynonasi Shahzodam xonim va eri Seyitboyning ko'nglidagi o'rnini bo'lsa-mu saqlab qolishni maqsad qilgan edi. Shunga Qambarnisa xonim Seyitboy oilasiga nisbatan davlat go'hirdak ativorliq bo'lib, buni mush yurtdagi ulug' ushoqning hammasi degudek biladi. Shu topda Seyitboyning ikkinchi xotinim Qambarnisa xonimni qimog'i tikaman degani Qosim Polko'zga nisbatan aytganda, ativorliq go'hirimni sana qo'sh qo'llab o'tkazib beraman degani edi. Biroq ishning kanidagi haqiqiy hiyla mekirini u tushunmaydi. Seyitboy xotin tikib o'ynaydigan mushqul qimog'i oldirab qolgan edi. Chunki eriqi yog'chiga qarz yig'ishib bag'ida ketgan Naman cho'loq ishini tugitib qaytib kelib qolsa, bu qul qimog'i ko'z chiqatdi-da, otayin bosh qotirib tuzgan plani bichit bo'lib ketadi. Hammadan muhimi, Naman cho'loqning Zivarnisoni utib olishiga yo'l qo'ysa, qat'iy bo'lmaydi. Birodar, bak uzun o'ylashib ketding. Qarorni bir yerga tugib, gachchida gap qila erkakchilikda. Anang seni o'g'il bola deb tuqqan bo'lsa, men degandek o'ynaymiz. Sana bo'lolmaydim desang, uningga mayli, o'ynaydigan odam topima. Dedi Seyitboy qo'shimisini turib va Qosim Polko'zning yig'irini tatalag'ach. Aka, bu Qosim Polko'z damolliqqa tutuqlab qoldi. Seyitboyning sinch ko'zlari uningga bir xillik qarab turardi. O'ynasaqmi o'ynayli. Xotinni tikmay, mundaq tangidan o'ynavasak. Ya bo'lmasa, dadamdan qolgan bir moncha yerim bor degina. Ya lozim bo'lsa da, akangda ya degan eshib-tishib turibdi. Qimog'i tikmasammi bekorlik bervidimi? Hozir davatqinim qimoning gapi uka. O'ynamsa o'ynamamsa. Bo'lmasa vaqtimdan olmay gachchida naq gapni qila. Mush fursat man kaside deb kutishib turganda nachisi bor hozir. Seyitboy shundoq deb atrofiga bir qo'r qarab qo'ydi. O'lishib turgan daydaychilarmi uni bir ig'izdan qo'llashib, Seyitboyning gapiga ko'nishga qiziq turdi. Ma'qul. Tiksam tikay. Lekin aka,
Gepingda turjima. Navoda uftivilib qolsam, Qambar Niso xonimni uyimga o'zing olib bersan. Mana o'g'il bola. Chataq yo'q. Xo'ja akam mao umrida gapida yenilib baqqan odam emas. Taniqimli bo'ladi ekan. Eg'izimdan chiqqanning hammasi lavzim. Top ichida yana bir qitim qiqos ko'tarildi. O'lashqanlar mana endi qisaydigan bo'ldi deyishib, butun diqqatini Qosim Polko'z bilan Seyitboyga markazlashtirgan edi. To'limi ishonch bilan o'shiq otgan Qosim Polko'z hijoyg'inicha Seyitboyga qarab, ikki qo'lini beliga tirab, novchilik bilan qarab turadi. San keldi aka. Seyitboy Qosim Polko'zning Mamadallochi turqiga, ondan ko'pchilikka bir qarab o'tgandan keyin ba ovozi bilan "Yo, Jamshid" deb to'lig'inicha o'shiqni tashladi. Qarab turganlar qiqos silishib, "Mana omad degan." "Va ufti. Ha, mana omad degan. Voh, Ufti. alomatgan juma" deyishib, voqirishib ketishdi. Qosim Polko'zning beshida chaqmoq chaqqandek andikib ketdi. Ko'zlariga ishonmagandek o'shiqqa yaqin kelib qaradi. Ondan beshini ko'tarib Seyitboyning kulimsirab turgan chiroyiga qaradi. Seyitboy avvalgi Qosim Polko'zning qimorga kushkurtgandek turqiga o'xshashla bir xilda kulib o'tiradi. Endi qandoq bo'la deyishib qiziqsinib turganlar birda Qosim Polko'zga, birda Seyitboyga qarab jimmidi bo'lib qolishdi. Omad keldi ha. Ras omad keldi. O'ng'aysiz kayfiyat davomlashyotdi. Yanada boyadi ba. Qosim Polko'zni sovuq tarbiyasib, bilinar-bilinmas titrab turadi. Biraylan oradagi jimjitlikni bozib, yuqori ovozda to'ladi. Seyitboyga muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Buning bilan olqish, tabrik sadolari orqa-orqadan yangrab, qamoqxona vongchong bilan to'ldi. Nima yuz berganligini oxiri anqib yetgan Qosim Polko'z pong'ida yig'lig'inicha Seyitboyning oldig'iga yiqildi. U Seyitboyning qo'llariga, putlariga esilib, zar-zar yig'layotdi. Jinim aka, Obdan aka, mal dunyoda sen al. Öy vaqamni desang beray. Xotinimni, onam bilan balamni yetilib, uydan so'ygan piyozdek chiqib beray. Yerlarimni al. Lekin xotinimni o'zimga qo'y jinim aka. Undan qilma. Seyitboy Qosim Polko'zga mansitmaganda qarab qo'yib, uning ikki qo'li orasidagi qo'lini silkib tortib oldi va donima-dona qilib: "O'g'il bola degan lavzib turmasi bo'lmaydi. Xotinni tikadigan chaqda o'zing tikding. Hamda utib olsam, gapingni yenib olsang qandoq bo'ladi? Men-g'o sana ichim og'rib, bu qo'l qilmadim. Utib olgan xotiningdan o'taman. Ammo buningdan keyin bu yurtda qandoq yuzingni ko'tarib yurasan, ha? Bu yerga qandoq kelasan?" Yurtdan boshilib chiqib ketsam-mu mayli aka. Ömür boyu hech qanday qimorxona tavasiga dastimizsanmi mayli. Uylarimni, yerlarimni oz ko'rsang, qo'limni yoki putimni kesib ol. Men chidayman. Lekin aka, xotinimni ep ketma, Obdan aka. O'tinib qolay. Undan qilma. O'tlay aka. Bir fursat bergin. Saramisan? Sening o put qo'lingni kesib olib, nima qilinman? Ya kavob qilib yigilib bo'lmasa, satsam pulga yaramdi. O'g'il bola turib unda qo'shiqlik qilma Qosim uka. Yerlaringni, uylaringni nima qilsan qil. Menga lozim yo'q. Lekin bugun kechda uyingga odam avatiman. Xotining Aras. Xotiningning ismi nima edi? Seyitboy chandurib qo'ymaslik uchun Qosim Polko'zning xotinini azaldan bilmaydigan qiyofatda shundoq so'rab, Qosim Polko'zga va atrofdagilarga qarab qo'ydi. To'xtamay yig'layotgan Qosim Polko'z gap qilolmay yiqiqtab qoldi. Uning o'rnida yonda qarab turganlardan birisi Seyitboyning qulog'iga eg'zini yiqib, "Xotinining ismi Severnisa" dedi. Bugun kechda uyingga odam avatiman. Severnisa xonga ahvolni tushuntirib, so'zini berib, ondan men tarafdan bag'allarga qo'shib qo'y. Oningga o'nimasang, o'zim boraman. Bilasan, o'zim yaxshi odamman. Biroq mijozim sal o'sal. Bu ishni obdan hal qilib, chiroyli o'tamay qolsak,
Buningdan keyin bu yurtda jahondorchilik qilaman degan xiyolingni voz kech. Mushtum zo'rlik qilmoqchimisan? Xotinimni senga bermayman. Qani qanday qilalaytding? Kutmaganda Qosim Polko'z shundoq deb vaqirg'inicha o'rnidan dast turdi. Seyitboy uningga boshdan oxir qarab chiqdi va meqidi kulib qo'yib tamkin qiyofatda. Qosim uka, sen meni tanimsan? Eligu menkenman. Bu yurtning jin shayotonlarimi seni obdan tanıydı. Bu ishning seni tunish tulmasligim bilan aloqasi yo'q. Xotinimni bermayman dedim-mi? Qat'iy bermayman. Qanday qilalaytding? Obdan. Meni tanigan ekansan. Amsa shuni samanga sep qo'yay. Man Mamtimin karvonning o'g'li Seyitboy. Azaldan qilgan va'damdan, aytgan lafzimdan, niyat qilgan ishimdan yenib boqqan odam emasman. Buni ham erkakchilik yarışadigan ish deb qaramayman. Kama o'ynaydigan chog'da bamaslahat ish qilibdi. O'z roziligimiz bilanmi o'ynadik. Hech kim majburlamadi. Shundaqmi ya? Bir munch pullarimni utdim. Men g'am qilmadim. Endi men utib olsam, gaping boshqacha. Sen zodi o'g'il bolami emasmi? Hey, boshda o'zing har ikkimiz xotinimizni tikib o'ynaymiz deb turib olding-ku. Men nima deyalaytdim? Gapingni bilib o'tamidim shu. Untekin studiyasi. Qosim Polko'z Seyitboyning gapini bo'lib, kichik bolada qag'ish qilib ketdi. Buni ko'rib Seyitboyning jahli tutdi. U birdilla tamkin va muloyim chiroydan g'azab yog'dirdi. To'g'ri, men shundoq dedim. Lekin seni cho'qim shundoq qilmasang bo'lmaydi dedim-ma? Sen o'ynamasan, boshqa odam topaman dedim. Ma'qul bo'lib tex mendan sening xotiningni utib olsam uyimga o'zing opirib bersan deb va'da olgan kim? Mushu turganlarning hammasi guvoh. Men seni majburlab boqmadim. O'zing xolab o'ynading-ku. Shu emasmi? Shu berib o'ynagan. Endi yinvoz qanday bo'ladi? Bu balama aslat bunday qilmisi bo'lib Shu emasmi? xotinim tikib o'ynam dedi. Yinvog'ini faqatla qamlashmadi. Bu havolni qildigan qildiq emas. Qarishib turganlarning hammasi bir eg'izdan o'zi rozilik berib o'ynadi. Endi yinvoz qanday bo'ladi? Qoidaga uyg'un bo'lmadi bu ish. Yinvog'ini qamlashmadi deyishib, to'p ichida g'ulg'uli ko'tarildi. Gap bo'lsin, Qosim uka. Odam bo'lgandikin, lafzimizda turaylik mundaq. Birdamgacha tilxat yozib, guvohchilarning guvohligidan o'tkazamiz. Sizlar ismingni yozib, barmoqingni besib basanglar bo'ldi. Xotininglarni utib oladigandek emas. Uyinglardan qizagandek e'tibori bilan ib ketaman. To'yliqmi kam bo'lmaydi. Seyitboyga yolvorishdan umid yo'qligiga ko'zi yetgan Qosim Polko'z ovozini qo'yib etib voridi yig'lavatdi. Seyitboy uningga nafrat bilan qarab qo'yib, qamoqxonadan chiqib ketdi. Qosim Polko'zga necha yuzlab tanga uttirib berib, atiki planning o'ngishliq ishga eshishi uchun kuchayotgan Osmon Kosa mushunda g'albilik paytlarda Namancho'liqning yanada bo'lmaganiga afsuslanmoqda edi. O'zi uchun qanchalik jon pidolik bilan ishlayotganligini, topshirgan vazifani qanchalik tirishchanlik bilan o'rindayotganligini, koshki u aksi o'z ko'z bilan ko'rsa, yuragidan suyunsa, andin o'ziga qiladigan muomalasi qarindoshdan chora bo'lib ketsa, Shu xiyollar bilan bu qitim tikadigan tangi sonini yanama ko'paytirish. Shu orqali Qosim Polko'zni texmi xushal qilib, texmi bexutlashtirishni o'ylab turgan Osmon Kosa talodagi guldir gulib taroq-turuqlardan xabar topdi. Chiqay desa bu yerdagi ishlarning buzilishidan ansirdi. Chiqmay desa mulozim va qo'riq tug'uchilar orqa-orqadan kirib, voy undoq bo'ldi, voy mondoq bo'ldi deb xabar to'shib, Osmon Kosaning diqqatini bo'lib qo'ydi. Ma'lum bo'lishicha, nadin kelgani aniq bo'lmagan bir nechta mast qimorxona ishga oldiga otlarni bog'lab, shu yerda sunaylinib yetib olganmish. Mulozimlar chiqib haydavatmoqchi bo'lganda katkili unamay, qasdan jidal chiqarib yo'lsizlik qilganmish. Namancho'liqning otarman chaparmanlari chiqib, ularni adablayotganda to'satdan maslarning haqam soyalari ko'payib qilib,
Chaparmanlarning kuchi yetmay qolganning ustiga hammasi ig'ir tayoq yeb, bosh ko'zi qonga melinib ketganmish. Ahvol shu darajada ig'ir bo'lg'achqa chiqmasligi iloj qilamagan Osmon Kosimo naq tayoqqa ulgurib chiqib, bo'ldi degicha dumbi yeb, qosh qopoqlarini ranglab olib, shu yatili ho'shdan ketganda Seyitboy allaqachon Qosim Polko'zni xotinini qimorga tikidiganga ma'qul keltirib edi. Seyitboy fursatni ching tutib, Namancho'liqning odamlariga dab, teri qog'oz va mo'y qalam akeldirdi. Ondan saroy mulozimining siyoh ezib berishi, guvohchilar va Qosim Polko'zning ko'z oldida o'z qo'li bilan tilxat yozdi. Seyitboy tilxat yozayotganda, eriqi nadin kelgan aniq bo'lmagan masla Osmon Kosini urib, chala o'lik qilib yotqizib qo'yib, yer yutqandakli yo'qab ketib bo'lgan edi. Tilxat yozilib bo'lgandan keyin Seyitboy Qosim Polko'zdan: "Ha, Qosim uka, xat o'ynaydigansan?" deb so'radi. To'nayman. dedi Qosim Polko'z jaqildab titirganicha, to'limu zaif ovozda. Mana, ma'o tilxatni o'qiyamsa. Kavobmi ko'ymaydigan, zixmi ko'ymaydigan tarafda yozdim. Senmo ziyon tortib qolma. Tilxatni qabul ko'rsang, qo'l qo'yib barmoqingni besibat. Qabul ko'rmasang, ya'mulg'i bor. Lekin shu esingda bo'lsin. Ya'muldikilar seninkiga qaraganda mening gapimni bakrak anglaydi. Seyitboyning avvalgi gapini chalaroq, keyingi gaplarini to'liq anglagan Qosim Polko'zning mushukninkidek ko'kish ko'zlaridan bo'rondek yosh ketdi. Ya'mulning puli borlarni to'naydiganligi, bo'libmi yillar bo'yi hal bo'lmay so'rilib yurgan ishlarning Seyitboy jamoatidagilarning bir ig'iz gapi bilan hayolshimay putib ketadiganligi uningga besh qo'ldek ayon edi. Shunga bu ishni arz qilib, Ya'mulga bag'anliq beka avora bo'lishdan o'zga ish emas edi. U titrab turgan qo'llari bilan Seyitboy uzatgan, texi siyoh izi qurishga ulgurmagan teri qog'ozni elib, ichida o'qishga boshladi. Kamoli lafzimiz bilan shundoq tilxat berimizki, birimiz Mamdumin Karvon o'g'li Seyitboy, yana birimiz Jaloliddin xo'ja o'g'li Qosim Jaloliddindirmiz. Ushbu tilxatni ko'rgichi har biraylarga ma'lum bo'lsinki, ikkimiz o'z roziliqimiz bilan o'z xotunlarimizni, ya'ni Seyitboyning to'qol xotuni Qambar Niso xonim bilan Qosim Jaloliddinning xotini Zivar Niso xonimni do'g'i tikib qima o'ynadik. Natijada Jaloliddin xo'ja o'g'li Qosim Jaloliddin o'z xotini Zivar Niso xonimni Seyitboyga uttirdi. Hamda Seyitboyning Zivar Niso xonimni elib ketishiga ruxsat qildi. Buning hisobiga rahmat etish va Qosim Jaloliddinning lavzida turganiga minnatdorlik bildirish yuzasidan 5 tuyoq kala, 10 tuyoq qo'y hadiya qilish. Zivar Niso xonimning to'yliq uchun 500 kumush tanga, 1 jo'b oltin belayzuk, 2 jo'b oltin halqa, 1 dona oltin qadoqliq to'ppa, 1 dona oltin zanjir va 3 dona kumush zanjir layoqtida egin oyoq berish qaror qilindi. Ushbu tilxat janobiy guvohchilarning guvohligida ma'qullanib imzo qo'yildi. Ikki taraf barmoq muhri bosgandan boshlab kuchga ega qilindi. Qosim Polko'z ming yerdan to'kilib yig'lab turib tilxatni o'qib tugatdi.